Xo'sh, o'rtoqlar, mana bu yangi sud qilmoqchi biza. Worklar kimniki 6 oy, yo 6 oydan kam, yo 6 oydan ko'p chiqib kelmagan. Bu birinchi marta siz topshiryapsiz. Yangilashga emas. Birinchi marta topshiryapsiz, kelmayapti. Shunaqalar bo'lsa, shunaqalarga biza sudga nima qilmoqchi biza, bermoqchi. Nimaga? Chunki o'zi mana bilasizlar, uje vaqti keldi bu narsani. Uje kutishni uje vaqt yutqizamiz. Chunki senatda agar o'zi qonun worklar bo'yicha agar o'tsa, bu nima degani? Work degani 6 oyga beriladi plus pullik bo'ladi degani. Shuning uchun to bilan senat o'tmagancha, to bilan qonunlarni o'zgartirmagancha shu narsani qilishimiz kerak. Chunki mana bu kimni o'zi 5 yillik work bo'lsa, ularga teginmaydi. To srogi oxirigacha. Yangilarga 6 oy qilish mumkin. Yangilarga 6 oy qilish mumkin emas, qiladi agar qonunlar o'zgartirsa. Shuning uchun biza mana shu bir 5 ta 6 odam, 5 ta 6 odamni yig'ib farqi yo'q. Tezda bitta sudchani bermoqchi biza. Odatda sudga berish bitta odam, bitta odamni sudga berishi, mani ishimni nimaga vaqtiga qilmayapsizlar deb mandaymiz deydi. U odatda advokat 5000 oladi. Odatda 5000 oladi bitta kes, bitta odam uchun. Biza nima qilmoqchi biza? Agar 5 ta odam bo'lsa, 1000 dan bang teramiz u ketdi sudga beramiz. Tamom. Mana hozir o'zimiz bir 2-3 oydan bitta bola bizaga kelgandi, hali ham kutirib turibdi. Uni ham bir yilga yaqin voqea kelmagan, $5000 tayyor edi berishga. Men deb to'xtatdim, bitta gruppaviy qilamiz. Kakirsan 5000 bermaysan, lutchi 1000 berasan. Yana shu babi shu. Bu chunki bularni nima dardi bitta. Faqat ism qo'yiladi. Ismi paloncha, lekin dard bitta. Ha, kelmayapti. Keyin isbot dalillar. Isbot dalilga nima? Ha, mana 765 ta man yuborganman. Mana 589 ni topshirilgan. Hech qanday muammo yo'q, lekin meni workim kelmayapti. Nimaga kelmayapti? Bu ko'pchilikda bu immigratsiya bitta shubha qildimi? U asosi bormi u shubhani, asosi yo'qmi? Bular ham mana shu kutib o'tiradi. Bir umr bermasdan. Shuning uchun bu narsani o'zi vaqti o'zi keldi. Даже mana bu qonun bo'lmagan taqdirda ham. U mana workni 6 oylik qilmagan taqdirda ham, workni pullik qilmagan taqdirda ham baribir work kerak-ku, baribir social kerak-ku. Shuning uchun o'rtoqlar, kim agar shunaqa holatda bo'lsa, emailimni qo'yaman, emailimga yozinglar.